Men sizlarga hozir obzorga prям arziydigan Yunusobodda 11-kvartalda joylashgan Labirint mehmonxonasini o'zim obzor qilib bermoqchiman. Bizning Labirint mehmonxonamizda umumiy hisobda 20 ta xona bo'lib, hammaliga joyi men o'zim qilib beraman. Qolaversa narxlarimiz sizlarni cho'nchagini ko'taradigan narxda 250 ming so'mdan 400 ming so'mgacha. Okajonlarim, hali ham hozir borsam bir dunyo narsa so'rashadi deb uyda qo'rqib o'tiribsizlarmi? Qo'rqmanglar, sizlardan ko'p narsa so'ramaymiz. Faqatgina pravilar yoki pasportinglarni olib kelsanglar bo'ldi. Xonaga kirishinglar bilan sizlarni shunaqa chiroyli atmosfera kutib oladi, xuddi menga o'xshab. Bu atmosferaning narxatiga 350 ming so'mdan turadi. Sizlar meni hozir nimani o'ylab o'tiribdi deb o'ylayapsizlarmi? Men hozir mana shu cho'tka xonani qanaqa qilib 350 ming so'mginaga olishni o'ylab o'tirman. To'g'ri eshitdinglar. Shunaqa cho'tka, komfortli, hamma narsalar ichida uyutli bo'lgan xonani atiga 350 ming so'mga kelib maza qildamasanglar bo'ladi. Lokatsiyamizni sizlarga tushuntirib o'taman. Shundagina Uchqahramon bozoridan Mega Planet tarafga qarab kelayotganingizda Ahmad Donish bozorini ro'parasida joylashganmiz. Agar nobodda tushunmay qolgan bo'lsanglar, Telegramda o'zim lokatsiya bilan tushuntirib qo'yaman.